Salom do'stlar, sizlar bilan men Zonikjon. Bugun men Minecraftda vampir bo'laman. Men o'zim 2 asrimga hozir ega bo'laman deb o'ylaganman. Hozir yozib oling. 5 daqiqa deb o'tishim. Qayda bo'lsin yozuv taxtida. 5 daqiqa. Wow. Hoppale, ana spam oldik var. Bu spamımızı anlattık ama seçkiler kala bir olmaz. Hozir men vampir qobiliyatini ishga solaman. Masalan, nima qobiliyat bor? Nima qobiliyat bor? To'xtanglar, topdim. Hozir vampir ko'zlanishni ko'raman. Nima qilyapman? Shuni unutdim. Eshit, sen bu yerga shart bo'lish kerak. Sen vampir qobiliyatlarini asta-sekin o'rganishing kerak. Hopmi? Hop. Ayting. Sen birinchi siz hozir qishloqdaman, boshqachalar bo'layotganku. Ayting bu. Siz qishloqda emas, boshqacha gapiryapsiz-ku. Hali emasmi? Yo'q. O'zim so'zladim. Lekin portlashi va olov sehri va oxirgi tun sehrini o'rganishim kerak. Bo'shda sehrni qanday o'rganaman? Qo'limdan kes o'rgan. Bora qolaman. Yo'q, qolmayman. Qanday ketaman bu yerda? Butunlay ham olganim yo'q. O'zing bilasan, ahmoq. Men bu yerda nima qilyapman? Teleport bo'ldim, yaxshi. Xo'p, avval teleport sehrini o'rganamiz. Qanday inson bo'ladi? Aytingchi, qo'lim yashirmi? Nima qilgan menga bir ko'rish yo'q. Nima? Hali bu menmanmi? Chiroyli bo'lsa shunday yovuz odam qilibdi. Xafa bo'ldim bolalar. May. Hozir men sandiq oldiga teleport qilaman. 1 2 3 teleport bo'lmish ekan. Uyudan bu teleport bo'lim ajoyib. Nima qilishim kerak? Teleport sehrini o'rgandim. Nima qilishim kerak? Tushunmayapman. Oy bola, sen endi shaxtaga borib tosh qolishing kerak. Kuchingni orttirish kerak. Olsa o'sha bo'ladi, pechkalarda. Qayerga keldim? Tushunmayapman. Ha, pechkalar degan shularni aytganmas kerak edi. Yo'q, sehri. Voy, bu qanday pechka ko'mir. Qo'yla sehrini shu o'tiraman deyman. Qaytib qolish kerak. Bitta tugmani bosib kerakman. Mana endi mola. Kirka ham bor ekan menda. Kirka bilan bosib kerakman. Bugun qo'limga olib kerak. Bo'lmasa, o'tiraman berarkan. Yaxshi. Zo'nasi ekan. To'xta, teleport sehridan foydalanaman. Bazaga teleport bo'ling. Bu nima qilyapman? Oyna. Juda zo'r. Charchadim. Qayerda uxlash kerak? Mana shu uxlash kerakmi deyman. Vampirlar qanday uxlaydi? Uyda o'ringa bor ekan. Yo'q, o'zingiz bolar shunday. Bolar, kanalga obuna bo'ling. Shunda biz 1 million bo'lib. Keyin esa bu, albatta. Knopka olamiz. Knopkaga chiqsa YouTube. Biz yana bitta knopka olamiz. O'sha knopkani rangi albatta qora. Qoyil bola. Keyin biz shuni olamiz. Mana shu ikkalasiga erishamiz. Bu ikkalasi esa eng zo'r narsalar. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Va obuna. Mana yerda o'xshab, mana yerda yonaman hatto. Yo, bu yer mana taxta. Voy, itim urib qo'ydi, meni o'tirib qoldi. O'tir.
yana o'tirib qo'ydim. O'tir. Olapar deydimi? O'tir olapar. Kettiringmi? Qizig'i, menga olov. Oxirida juda qiyin narsa qo'yib qo'ydi. Tun sehrini urgan. Xolasi ko'rganmisan? Tun sehrini. O'zimga qanchalik baxshilikdan agar tun sehri ishga tushsa. Nima qildi? Unga ham bas bordim deyman. Qo'lim o'zgarib qoldimi? Nahotki men Sukunaga aylanibman. Menigida buni ilk sehrlari banaladi. Mavlayki go'jaga aylanaman. Men ikkinchi level Nyu-Yorkda o'zimizni taroziga solib darsimizni rosa oshirib oldik. Janob kim bizga bir qop pul berlab turgan paytda nimani kutyapsiz tag'in? Xo'jayin. Nima qilmasam, bolani ham suv ichib keldim. Sukunadan keyin kimga aylansam ekan? Qo'ylarni o'zi Sukuna nima qiladi? O'ldirish kerakmi? Menimcha birinchi uyda bor edi qizil gilamchilar. Jitel qayerda ekan? Jitel qayerdasan? Voy mana, eshit mana. Endi o'yin oddiy bo'lar. Gap oddiy. Sen endi Sukunasan. Endi xohlagan ishingni shuni bilib qo'yki, endi sen buni YouTube'ga joylaysan. Buni nima yomon taraf bor? Sen million bo'lishing kerak. Shuncha YouTube'ga joylay. Ahmoq bola. Xo'p, joylayman. Lekin obunachilarga ham ayt, ular obuna bo'lsin. Obunachilar, sizlar ham obuna bo'linglar.